Dünya miqyasida faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur harakatining qurg'uvchisi va ijroiya mudiri Roshan Abbas xalqaro jamiyatning Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur bolalarini ota-onasidan ayirib xitoychilashtirish siyosatiga ko'z yumishi va parvosizligini aybladi. Uyg'ur harakatining mas'uli bolalar huquqi uchun safarbar bo'lgan xalqaro jamiyatning Uyg'ur bolalariga kelganda nima uchun sukut qiladiganligini tushunolmaydiganligini bayon qilib mundaq dedi. Bugun 500 mingdan ortiq Uyg'ur balasi ota-onasidan ayrilib, Kommunist partiyaning yetimxonalariga avatildi. Hech qanday madaniyatlik jamiyatda qabul qilg'ili bo'lmaydigan bu ahvol nazardan soqit qilindi. Roshan Abbas dunyoning ko'z oldida tasavvur qilg'usiz ziyonkashlikning sodir qilinganligini bayon qilib mundaq dedi. Xalqaro jamiyatning sukut qilishi va buni tasdiqlaydigandek pozitsiyada bo'lishi normal ahvol emas. Roshan Abbas Birlashgan Davlatlar Tashkiloti G'arb dunyosidagi ko'zga ko'ringan kino san'atkorlari, jumladan bolalar huquqini tashabbus qiluvchilarga xitob qilib mundaq dedi. Bu sohadagilar va asosiy iqim taratqullari Xitoyning qonliq puli uchun qimmat qarashi va vijdonini sotadi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti xalqaro diniy e'tiqod asosidagi zo'ravonlik harakatlarining qurbonlarini xotirlash kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarga diniy ziyonkashlik qiluvchilarni javobgarlikka tortishni talab qildi. Mazkur tashkilotning ta'kidlashicha, xalqaro jamiyat diniy ziyonkashlik qiluvchilarni javobgarlikka tortib, ziyonkashlikka uchirg'uvchilar uchun adolatni ishga oshirishi kerak ekan. Bayonotda mazkur komitet raisi Gail Manchin xalqaro jamiyat o'zaro hamkorlashib, ziyonkashlik qiluvchilarni javobgarlikka tortish orqali ziyonkashlikka uchirg'uvchilar uchun adolatni ishga oshirishi, hukumatlar harakatga kelib, irqiy qirg'inchilik va boshqa vahshiyliklarga hargiz yo'l qo'ymaydiganligini namoyon qilishi kerak degan. Bayonotda yana diniy to'plarga qaratilgan hujumning, bu Daeshning Iroqdagi yazidlar, xristianlarga qaratilgan irqiy qirg'inchiligi, Xitoydagi Uyg'urlarga qaratilgan xo'rlash, Bermadagi Rohingya musulmonlarga va xristianlarga qaratilgan keng ko'lamlik vahshiyliklarni o'z ichiga oladiganligini bildirgan. Amerikaning Tayvanda turishliq vakili William Brin Christensen Tayvan rahbari Tsai Ing-wen bilan harbiy xotirlash murosimiga qatnashdi. Tayvandagi Amerika institutining mudiri Christensen Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan 1958-yili Xitoy cho'ng quruqligiga yaqin Jinmin orolida Xitoyning bomba hujumida hayotidan ayrilgan askarlar uchun o'tkazilgan xotirlash murosimiga qatnashdi. Bu Washington bilan Beijing o'rtasidagi ziddiyatni texmi kuchaytiryotdi deb qaralmoqda. Washingtonning Tayvan bilan rasmiy diplomatik munosabati yo'q, ammo Amerika Tayvanning eng muhim ittifoqdoshi va qurol bilan ta'minlaguvchisi deb qaralmoqda. Amerika Sayyoh ministri Alex Azar bu oyda Tayvanni ziyorat qilgan bo'lib, u Tayvanni ziyorat qilgan eng yuqori darajalik Amerika amaldori bo'lib qoldi. Azar ziyarati jarayonida Amerikaning Tayvanni kuchli qo'llaydiganligi to'g'risida signal berdi. Xitoy Azarning Tayvan ziyoratini siyosiy ko'z-ko'z qilish deb tasvirladi. Xitoy shirkatiga tava TikTok yanfon epining Amerikada cheklanganligi e'lon qilingandan keyin mazkur shirkat arz qilish uchun qonuniy harakat qo'llanganligini xabar qildi. Bu shirkatning bayonotida sin yo'llash detali TikTokning mushtariylarning sonliq ma'lumotlarini Xitoy doiralariga yetkazilmaganligi ta'kidlandi. Shuning bilan bir vaqtda bir turkum Xitoy pushtidan bo'lgan amerikaliklar Xitoyning yana bir ijtimoiy aloqa detali undidorning chekilinishi haqida ayrim bir arz sundi. Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan va ig'dorchilik qilgan ko'chma applarning Amerikaning davlat bexatarligi, tashqi siyosati va iqtisodiga tahdid solganligini o'ttirib qo'ygan Tramp hukumatı ularning shaxsiy uchurlarini to'playdiganligini va uni shirkatlarga qora choplash va josuslik qilishga ishlatadiganligini ilgari surdi. Hozirgi prezident Aleksandr Lukashenkoning Belorusiyada o'tkazilgan prezident saylovida yana saylanishiga qarshi namoyishchilar mamlakat miqyosida namoyish o'tkazdi. Poytaxt Minsk va boshqa shaharlarda minglagan namoyishchilar ijtimoiy taratqular orqali qilingan chaqiriq asosan maydonga yig'ildi.
8 ayının 9 kuni saylam o'tkazilgandan buyon har kuni namoyish qilayotgan namoyishchilar poytaxt Minskning mustaqillik ko'chasini bo'ylab mengib, hukumat binosi joylashgan mustaqillik maydoniga yig'ildi. Minglagan namoyishchilar Belorussiyaning oq-qizil oq rangli koni bayroqlari va lozunglarni ilib Lukashenko yo'qol degan shiorlarni to'lab namoyishlarni davomlashtirdi. Bu jarayonda prezident Aleksandr Lukashenkoning po'lat jildga va avtomatik miltiq bilan tik uchar aeroplanidan prezident mahkamasiga qo'ngan suratlari ijtimoiy taratqularda tarqaldi.